Assalomu alaykum aziz angreliklar. Men hozir Chotqol mahallasida Cherchikskiy ko'chasi 20-xonadondamiz. Bu yerda 2015-yilda tug'ilgan Ramazanova Emiliya deydingizmi? Sinimiz 10 yildan beri shunaqa DTP kasali bilan tug'ilgan ekanlar. Hozir mana oxirgi paytda doktorlar ham qaytarib berishgan ekan. Azizlar, men maqsadimni sirazu aytaman sizlarga. Maqsad shuki, baribir bu bolalarni tuzata olmaymiz, to'g'rimi? Oxirgi paytlari bularga даже hattoki go'shtga ham, pampersiga ham, oddiy mana shu zondda beradigan shpritsiga ham pullari qolmagan ekan. Shuning uchun bizning saxovat peshlarimiz, angrelik xalqimiz ozgina bo'lsa ham men hozir kartaga, pastga karta raqam, nomer telefon qo'yaman. Bularning o'zlarini karta raqamlarini qo'yaman. Shularga yordam beringlar. Shu kichkina qizchamiz 10 yildan beri shu onajonlari kasal bolani katta qilayotgan ekanlar. Endi hozir oxiriga borib o'sha muhtoj bo'ldilar. Chunki bu qizchamizga bilmaymiz necha kun umri bor, belok обязательно berish kerak. O'sha uchun sizlardan murojaat qilamanki, shu oilaga ozgina yordam qilsak. 2015-yil 15-oktyabr kuni tug'ilgan. Endi bir oydan keyin shu nogironligini bilib oldik. O'shandan keyin bir oy, bir yil ichida massajlar qildik, yordam berdik. Keyinchalik o'sha sudrogalar boshlandi. Sudroga bo'lsa, o'sha na massaj, na boshqa narsa mumkin emas. O'shanda to'xtatdik. Shu dorilar, oxirgi paytlar qiynalishni boshladi. Anchagina tez больницаga tushadigan bo'ldik. Immuniteti past, qoni kam, plazma qo'yardik, qon qo'yardik, gemoglobin ko'taradigan dorilar oldik. Endi hozir o'sha hech nima yordam bermayapti. Faqat immunoglobulinlar kerak. Ular ham rosa qimmat. Ularni ham qo'ysa uncha ta'siri bo'lmaydi dedi. Ko'pga yetmasa kerak dedi. Prosta hozir shu men qo'limdan keladigan narsa ovqatini berish. Qarang, mayli. Tak, hozir savolim bor edi sizga. Siz ishlaysizmi, Zarina? Ishlamayman. Faqat shu bolamga qarab o'tiraman. Qaraysiz, sizga kim yordam qilyapti? Shuncha yildan beri kim yordam qiladi sizga? Uydagilarim, opchalarim, akalarim, boshqa odamlar, mana reanimatsiyada yotganlarda ham ancha odam kelgan, yaxshilik qilaman deb pul bergan, hamshiralarni o'zlari yordam qilgan, doktorlarni o'zlari yordam qilgan. Endi sharoitimni bilib mahallamiz yordam bergan, anchagina haligacha ham beryapti. Bu 10 yil bu kichkina srok emasda, hurmatli saxovatpesh, o'zimizning mehribon xalqimiz, qo'lingizdan kelguncha shu oilaga yordam qilinglar.